O'rtoqlar, mendan bezodam yo'q. Agarda narxi arzon uy chiqib qolsa, men hozir Xonsaroyga yetib keldim, Yunusobodga, Orzular proyektiga. Mashitda eng uglovoy turga 13 etajdagi xonadonimiz hozir obzorini qilamiz. Terassasini o'zi 28 kvadrat, uy ichiga kiradigan bo'lsa 70 kvadratni tashkil qiluvchi xonadonimiz juda arzon narxlarda sotilyapti, o'tkazib yubormang. Xonadonga kirib kelaveramiz. Xonadonga kirganimizda o'ng qo'limizda ko'rayotganingizdek samozyullar, men tarafdan o'ng qo'l. Endi joyga kiraveramiz. Joyga kirganimizda mana oshxonamiz bo'lyapti. Oshxonamizda yana qo'shimchasiga terrasaga chiqsa bo'ladigan joyimiz ham bor. Yana aylanib o'tamiz. Bu terrasa bilan masalan alohida yana tanishtirib o'taman. Keyingi xonaga o'tamiz. Proyektini tushgani yaxshi zo'r chiqdi. Xonalar Rossiyalar aql bilan qilingan. O'zi Xonsaroy hech yomon dom qurmaydi. Endi bu yo'lga o'tganimizda yog'imiz bitta spalni xonasi bo'lyapti. Spalnidan shunday Toshkentni ko'rib o'tiraveramiz. Keyin bu yoqqa o'tiraveramiz. Bu yo'lga o'tganimizda yana bitta spalni xonasi bo'lyapti. Ko'rayotganingizdek endi keyingi xonaga o'tamiz. Tarafga ramzor qilish qanaqadir osonroq ekan, qaranglar. Hech qanday asliga oddiygina tasvirlab ketaveramiz. Bu yog'imiz ko'rayotganingizdek zalga qaranglar, panoramli vid. Mashina chiqqan. Bu yog'imiz o'sha Hasanboy, Qahramon anasi yonida. Toshkent kaftizda ko'rinadi. Undan tashqari bitta narsa inovatga olib qo'yishimiz kerak. Toshkent shahridachi toza havoni qattan bilsa bo'ladi va masjiddan ko'rsa bo'ladi. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Qaranglar mana Toshkentning ko'rinishi, daryolar chang bo'lyapti. Sentrni ko'rasizlar, Nestonda chang bo'lib ko'rinyapti. Yo'lga qaraganingizda o'sha havo tozalashib kelyapti. Toshkentning eng toza havoli joylari o'zi aslida mana shu Yunusobod bilan asosan Yaxshiobod tumanlari ekan. Shuni ham inovatga olib qo'yamiz. Endi qaranglar bitta. Siz hozir 13-etajdamiz. Xonsaroy 13-etajda jirni joyida joylashgan prям kapsula uglovoy joyi. Bularda endi kapsula bo'lgani bilan bahor yemaydi. Sraz etib o'taman. Bunaqa narsalarni qaranglar. Ko'rinishi. Bunaqa proyekt faqat mana shu burchakda bor, narigi burchakda bor. Endi narxiga keladigan bo'lsa 28 kvadratli mana shu terassasi, yana qo'shimchasiga 69 kvadrat tashkil qiluvchi uy. Umumiy narxi vaqti chiqadi 65 ming dollar so'ralyapti. Tanish bilishni bo'lsa jo'natib, tezroq xarid qilishga harakat qiling. E'tiborchi rahmat.